Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimizda o'zlarimizning uylarimizdagi oddiy T2 tunnelida kanal izlashni o'rganib chiqamiz. Kimga ITU xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon qilishingiz yoki Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Videoga keladigan bo'lsak, kanal izlashimiz uchun avvalambor tunnelimizning menusiga kirib olamiz. Buning uchun punktdan mana shu menu deb yozib qo'ygan tugmachasini bosamiz va nastroyka bo'limi kelib chiqadi. Kanal izlashimiz uchun ushlanchi turgan Pusk kanal deganga kiramiz. Bu yerda ikkita izlash uchun bo'lim bor. Hozir bizlar ikkisini ham ko'rib chiqamiz. Birinchi Rushnoy Pusk degandan boshlaymiz. Shunga kiramiz va OK tugmachasini bosamiz. Hozir buning ikkisini ham farqini aytib beraman. Bu yerda sizning o'zingiz yashayotgan yerning chastasasini biladigan bo'lsangiz, shuni kiritasiz. Misol tariqasida sizniki 21 bo'lishi mumkin, 26 bo'lishi mumkin, 31 bo'lishi mumkin, 47 bo'lishi mumkin. Shunaqa o'zingizning qayerda yashaydigan bo'lsangiz, shu yerning chastasasini kiritasiz va pastda ko'rasiz, Urven deb yozib qo'yibdi va Kachistova deb yozib qo'yibdi. Shu yerda Urven qancha kelib turganini va signal ikkalanchisi signal qancha kelib turganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va pusk berish uchun siz OK tugmachasini bossangiz kanal izlashni boshlaydi. Signal qancha kelib turganini ko'rsangiz bo'ladi bu yerdan va kotib ishlayotgan bo'lsa yoki signal chiqmayotgan bo'lsa, demak sizning antenangizni sozlashga to'g'ri keladi. Endi yana birlanchi usul, ya'ni Aptopuskni ko'radigan bo'lsak, bunda shunchaki OK tugmachasini bosasiz va kanalni izlashni boshlaydi. Buning qanday farqi bor desangiz, Aptopuskda shunaqa bosasiz, o'zi avtomatik izlashni boshlaydi. Rushnoy Pusk esa signal bormi yo'qmi ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Signal chiqib turgan bo'lsa ham, kanalingiz qotib ko'rsatayotgan bo'lsa, bu yerdan signalni qancha kelib turganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va signalni ko'paytirsangiz bo'ladi va siz misol uchun sizning yashayotgan joyingiz chastasasi 21 bo'lishi mumkin. Shuni qo'ydingiz va pastga qaradingiz, signal pastroq kelayotgan bo'lsa, shuni siz antenangizni sozlab ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi, urvenni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, Rushnoy Pusk shusi bilan ajralib turadi. Aptopuskda buni ko'ra olmaysiz. Faqat izlashni bosasiz, signal bo'lsagina chiqarib beradi va signalsiz qancha kelib turibdi, uni ham bila olmaysiz. Rushnoy Puskda shularni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz, siz kanalni izladingiz va topdingiz, sizga kerakmas kanallar ham chiqishi mumkin. Hozir shularni o'chirishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun shu main kirganga siz ham kirasiz, birlanchi turganga va bu yerda kod so'raydi. Bu kod faqat 0 bo'ladi. Shu 0 ni kiritganingizdan keyin shu yerda kanallar chiqadi sizda. Shu kanallarni kerakmasini siz o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Pastda yashil, sori, blok nima yozib qo'yadi. Shularni shu knopkalarni bosgan holatda siz kanallarni o'chirishingiz yoki tepaga, pastga tushirishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video rolikimiz ham ko'pchilik insonga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying va biz chiqargan videolar sizga eng birinchilardan bo'lib yetib boradi. Aytganimdek, kimga ITU xizmati kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz.